Nikoh to'yi marosimida guruh bo'lib harakatlanib, jamiyatda yurish-turish qoidalari va jamoat tartibini buzgan bir guruh ishqibozlar Kattaqo'rg'on tumani ko'chalari bo'ylab bu qoidabuzarliklarni sodir etgan. Avtomashinalarning eshiklarini ochib olib, turli hurmatchan qiliqlar qilgan haydovchilar va ularning transport vositalari ayni paytda jarimalar maydonchasidan joy oldi. O'rtog'imiz to'yda bir kunlik to'y uchun chiqdik, guruh harakatlandik, o'zimizga tegishli xonadan oldik, boshqa qaytarilmaydi. Boshqa shofirlarga ham maslahat bermaymiz. Yolg'iz bo'lgan 3 nafar jo'ram derazadan chiqib, eshiklarni ochib harakat qilganimga mas'uliyat olmadim, ayblanmaydi. O'zimiz uzun qilinmaydi. Bunday xodimlar tinch berdilar. Xulosa qildik, boshqa qaytarilmaydi. Hamma o'zimizda bo'ldi, o'zimiz yoshlik boshqa qildik. Bu holatda xulosa chiqardik hammamiz, hech kimga tavsiya qilmaymiz. Bu holat boshqa takrorlanmasligiga va'da beramiz. Afsusdamiz. Tinch qaytarilmaydi, o'zimizga kerakli xulosa oldik biz ham. Shu chekkalarda qoidabuzarlik bilan amalga oshirildi, qoidani buzdik. Hammadan uzr so'raymiz, boshqa takrorlanmaydi. Ushbu qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarning har biriga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasining 1-qismiga asosan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoiy ishlar bo'yicha Kattaqo'rg'on tumani sudiga yuboriladi. Hurmatli haydovchilar, bu kabi holatlardan o'zlaringizga kerakli xulosa chiqaring. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishni xohlamasangiz, bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etmang. Yo'llarda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga amal qiling.